Xo'p, Muzaffar, jismoniy shaxsni tushundik. Endi yuridik shaxs kim? Bizlar qanday qilib yuridik shaxsni ajratib olamiz degan savol sizda tug'ilishi tabiiy. Qarang, oddiyroq qilib tushuntirib qo'yaman. Yuridik shaxs bu inson emas va yuridik shaxs inson bo'la olmaydi. Yuridik shaxs ham o'zini mulki bor, o'zini puli bor, o'zini boshqaruvida alohida mol-mulkka ega. Uni ham xuddi sizdek majburiyatlari bor, uni ham xuddi sizdek huquqlari, burchlari bor. Agar ertaga u qanaqadir bir nojo'ya harakat qilib qo'yadigan bo'lsa, mulki bilan javob beradi. U ham xuddi bizdek sudda da'vogar, javobgar sifatida ishtirok eta oladi. Uni ham shaxsiy, mulkiy, nomulkiy huquqlari bor bo'lgan tashkilotlar bular yuridik shaxs deyiladi. Ya'ni korxonalar, tashkilotlar, aksiyadorlik jamiyatlari, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, misol uchun banklarda olishimiz mumkin yoki qanaqadir bir xizmat ko'rsatadigan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, do'konlar, misol uchun Korzinka. Hamma biladi, Korzinka mana shu yuridik shaxs. Korzinkani egasi Zafar aka esa jismoniy shaxs hisoblanadi. Yuridik shaxs bilan jismoniy shaxsni qanday qilib ajratib olsak bo'ladi degan savolga javob esa keyingi videoda aytib o'tib ketaman.